Bir mo'min bor, jim turishni yaxshi ko'radi. Yana bittasi bor, sergaproq bo'ladi. Yana bir odam bor, jamoat ichida odamlar bilan birga bo'lishni xohlaydi. Yana bir mo'min bor, yolg'iz turishni xohlaydi. Bir mo'min bor, tashqi ko'rishiga nihoyatda chiroyli e'tibor berib, kirtin yuradi. Kimdir? Umuman qaramaydi ustiga. Bu Alloh taolo insonlarning tabiatiga joylangan narsa. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: odamlarning mana shunga o'xshagan fe'l atvorlarida aralashib yuringlar. Aytayapmiz, bu sergap, bu kamgap, bu qaysar, bu injiq, bu yolg'iz turishni xohlaydi, bu jamoat ichida turishni xohlaydi. Bu narsalarda bir-birimizni kechirib, avqul yashashimiz kerak. Odamlarning fe'l atvorlarida aralashib yashanglar, ammo amallarda ularga xilof ish tutinglar. Ya'ni gunoh, ma'siyatga kirsa, aralashib ketavermanglar, ajralinglar, gunoh qilmanglar degan.